Men sana tulki, maymun, to'chqon va ot to'g'risidagi hikoyani aytib beray. Hayvonlar dunyosida tulki o'zining soxtapazligi, yolg'onchiligi, suxanchiligi, hasadxo'rligi tufayli hammasining nazaridan tushib, la'natga uchrab. Shuning bilan ba'zilar tulkini toza bir boplash fursatini izlab yurgan kunlarning birida tulki o'rmonlikda lag'aylab yurgan ekan. Buni ko'rgan maymun bir yili o'ylabdi-da, darhol to'shqonning yeniga berib unga aytdi. Buni to'shqonni xo'p ko'rgandan keyin maymun tulkining do'ppisiga jigir selish uchun mundaq ustachilik qildi. Tulki aka, miyakila, sana bir gapim bor. Nima gap? Men-chi, dunyoda hammadan otning sog'ir go'shtining nihoyatda kiyishli bo'lganligini anglab qoldim. Biroq otga qanday qo'l silishni hech bilmadim. Sening payman bor, agar sen qo'shilsang, ikkimiz tangaylik, ha? Bu gaping rostmi, maymunchaq? Yolg'on eshitsam, qulog'imni sopalda kesib beraman. Undaq bo'lsa, avval men ketib ko'ray. Sen anda yemamsa? Mayli. Ot hozir uxlab yotadi. Fursatni qo'ldan berma. Lekin sen quyrug'ingni otning quyrug'iga chetib unutib qolma. Nemishqa? Otning pek kichik yuguradiganligini bilasan-ku. Agar sen uning sag'risini shundoq tishishingga o'yinib ketib pechib kesib qanday qilsa? Otning sag'ri go'shiga og'zing tegib, to'yg'ichi yeyolmay qolsang, tomog'ing ishib qoladi-jimi? Mundaq degan. Bo'pti. Quyrug'imni chetib olsam, chetib olamiz. Men daraxtning ustida qarab turman. Chatoq chiqib qolsa, yordamga men bor. Ma'qul emisan? Ay, ahmaq maymun. Tayya o'zin o'tilib berganingga hashqalla. Mana, quyrug'imni obdan chetib oldim. Ya. Bu tamaşanı ko'rib turgan maymun bilan to'shqon o'zini tutib ololmay kulayveribdi. Maymun kulkidan to'xtayolmay daraxtdan yiqilib, kossasi surilib ketib, jiq jafo chekibdi. Shunga maymunlarning kossasi ta hozirga qadar qip-qizil ekan. To'shqon maymundanmi bak kulib kolpigining yerilib ketganini tuymay qopdi. At shu kundan buyon ehtiyot qilib o'ri turib uxlaydigan bo'lib qopdi. Tulkini bo'lsa, ot to'li so'rab yurib, julg'ini chiqirib o'tkashga, tuklari titilib ketib, badrang bo'lib qopdi. Bu hikoyaning hikmati shuki, askiga askilik bilan taqobil turishning o'rinliq tarafimi bor. Lekin bir chetda turib tomosh ko'rish bakmi qamlashmagan ish. Chunki ortiqcha kulki hech kimga yarashmaydi.